Kira o'sib ketdi. Hashashi tayyor bo'ladik masalaka. Yigirma bir. Yigirma yetti. Bo'ldi, keta qolaylik. Tikishga hech narsa qolmadi-yu. O'rtog'ingiz to'g'ri aytyapti. Yangi kelin ekansiz, yuzga bora qoling. Bo'p tikishga ham hech narsasi qolmadi. Tikishga narsam bor. Onamda qolgan dur bor. Ona цветочный. Ona narsasiga tegolmaymiz. Bo'pti, men ketdim. Erimni tikaman. Jin bo'lgansan, sen ering tikasan. Shunday ekan, chesti bormi sana? Chakagini o'char. Nima qilaman, unaqa qurum soyida na bir gul beradi, na bir meni boqadi. Shuncha payt hayotda meni tikkan etadi. Erimni tikaman. Sizni Hayot gulzorga kezdim, tikonlari chiqdi yo'ldan. Nada tikonlari, turfa ilonlari chiqdi. 29. Erim o'zimga qoldi. Ha? Maston opa? 30. Borga bor. Yutug'imizni olib kelishga 12 da boramiz. Cho'miltirib tayyorlab qo'ying. Tilindi qalb Kechayu 40 kunduz ishon boshimda yulduz yuragimda yig'lasiz Yaxshi borib keldingizmi onasi? adasi sizni qimorga yutqizib qo'ydi. Nima? 40 kechayu 40 kunduz cho'milganmidingiz? Ishon boshimda yulduz erim olib ketgan keldinglarmi? Xo'liqmang. Birovni eriga qarab qo'ygan joyimiz yo'q. Maya qarang, bugundan keyinchi qimor o'ynab yurmang, hamma. O'rtog'ingizga rahmat deng. Qimori pulini to'lab eringiz olib qoldi. Yur. Nahay? Shu uchun erni borida qadrlash kerak-ku. Har narsaga tikib o'rmasdan. Yerini tik ko'radigan xotin menga kerak emas. Qani, yuring qayoqqa? Topilmaydi